Bo'lsin, bugun men sizlarga to'rdoshlardan kelgan hikoyani so'zlab bermay, o'zim bugun to'rdan anglab olgan, menga xil ta'sir qilgan bir hikoyani so'zlab beray. Bu hikoyani so'zlaguvchi 45 yosh, 50 yoshlar chamizdagi mustaq xalqlar orasidagi har xil g'alati ishlarni, g'alati voqealarni so'zlaydigan bir hikoya so'zlaydigan bo'ju ekanda. Shuning bilan 8-oyda mush hikoyasini so'zlab chiqaribdi-ki, men izchil shovsan qilib saqlab qo'yib, bugun anglasam xil yomon emas bir hikoya. Mushuni sizlarga so'zlab beray. Bu adam 2020 yılı öz yalğız Şizanga sayohatga beribdi. Bu sayohat jarayonida bir jup qiz yigit bilan tanishib qopdi. O ikkisi hamda shundaq bir-birini yaxshi ko'rdigan, shundaq yaxshi o'tib bir jup oshiq mashhuqlar ekanda. Bu odamning hamda bu bir jup oshiq mashhuqlarga qarab shundaq hamda maslik kapdi. Bu ikkilan hamda bir-biri bilan astoydil yurgan, ham to'y qilamiz deb yurgan bir-birini yaxshi ko'rdigan mishta bir oshiq mashhuqlar ekanda deb o'ylabdi. Yani o 2 yaşniki bu adamga bergan ta'siri nihoyat yaxshi bo'ldi. Bu jarayonda bular bir necha kun birlikda sayohat qilibdi. Shunday qilib bular plan tuzib, atiganda ma'lum bir yerdagi bir kichik butxonaga berib ko'rayotgandan keyin shu kuni tushdan keyin andin har ikki taraf yo'llarini ayirib o'zining yo'liga mangdigan bo'lib, xo'shlashadigan bo'lib, işte bir plan tuzyapti ekan. Atsi shu butxonaga berib, yani sayohat qilib aylanib yurish jarayonida bu 2 yoshga hamda taraf-tarafdan telefonlar kelib ketibdi-da. Ular telefonlarni bir-biri qarab, shunda jiddiy talaffuzda endi mamsaq bo'lmaydi-ku deyishibdi. Ondan bu odamning qashiq kelib, "Aka, siz bilan bir necha kun shunda yaxshi sayohat qilgandik, lekin ikkilimizning oilamizdan telefon kelib qoldi. Bizni darhol qaytib kelinglar" deydi. Biz ketmasak bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Endi billa qilgan sayohatimizni mishada oyoqlashtiraylik deb, endi bular o'zaro bir-birisining aloqa qilish nomeri, undidori degandeklarni qochilishib olib, u 2 yosh o'zining yurtiga qarab ketibdi. Bu jarayonda endi 5 yil o'tib ketibdi-da. Ma hikoya so'zlaydigan ma tog'ash endi bulturdan tortib, işte to'rda har xil g'alati ishlarni, qo'rqinch hikoyalarni so'zlaydigan bir bo'joq aylanibdi. Eliqi yosh bolami bu odamning bu do'yingdagi nomerlarini ko'rib, bu yerdan qo'shib, anikin bu yil aka qarsam shunda yaxshi hikoyalarni so'zlayapsiz, hikoyalaringizni anglab kelyaptimi? Meningmi beshimga bir g'alati ishlar kelgandi, shuni sizga so'zlab beray dedim deb bu odamni izlab qopdi-da. Shuning bilan bu odammi heliqi bolni darhol esiga ilib, "Voy ukam, ahvoling yaxshimi? Ko'rishmagilaje uzoq bo'lib ketibdi. Qanday ish kelgandi beshingga bo'ldi so'zlab bergin. Aras heliqi qiz do'stingni yaxshi turyotamdi. Bu vaqtcha allaqachon ayolingga aylanib bo'lgandi, bolanglar bo'lib ketgandi bu vaqtgacha" deb işte debdi-da. Degandikin heliqi bola birdan to'xtab turib aytgandan keyin, "Yo'q, u qiz do'stim bilan biz allaqachon ayrilib ketdik" debdi. Anadan keyin bu bola o'zining beshiga kelgan g'alati ishlarini so'zlashni boshlabdi. Bu bolaning deyishicha, burun endi unda bir iloh yoki ruh, arvoh degandek narsalarga qat'iy ishonmaydigan to'q. Boshqalar işte gaplarni qismi, "To'g'ani bilan deb yuradigandu, nada bunday ish bo'lsin" debchu. Unda bir pisingida miyig'ida kulib qo'ydigan to'q bu bola. Unda ishlarga azaldan bir ishonmaydigan to'q. 2020 bu bir jup qiz yigit heliq odam bilan birga sayohat qilayotgan vaqtida uydagilar telefon qilib oldirtib, bular juda qaytib ketgan to'g'u. Shu qaytib borgandan keyin bu ikki tarafning cho'nglari o'zaro tanishishga ham bu bir jup qiz yigitning muhabbatlashishiga qat'iy qarshi. Bular shu Shizangdan qaytib borgandan keyin cho'nglar maslahatlashib o'tirib, "Bu ishinglar ayilib ketmasanglar bo'lmaydi. Sizlarning ishinglarga biz qat'iy rozilik bermaymiz. Cho'qim ayilib ketisizlar" deb bu bir jup qiz yigitni majburiy ayirib yetibdi. Shunday qilib bu yigit qiz do'stidan ayilib ketgandan keyin u yurtlarda yugurib boshqa bir shaharga chiqibdi. Shu yerda xizmat tepib ishlab degandek o'z yolg'iz bir mezgil yurgandan keyin 2023 yil beshida yangi bir qiz bilan tanishib qolib, shu qiz bilan aralashibdi. 2023 yilning 6-oy mezgillarida bu qiz do'sti bilan deyishib, boshqa bir shaharga berib o'ynab kelmoqchi bo'libdi-da. Shundan bilan atadigan soat manchida yo'lga chiqamiz deyishib uxlab qolib. Shu kuni bu yigit tushida oldingi qiz do'stini ko'ribdi. U qiz do'sti bu yigitga "Atilikka palon yo'l bo'ligidan o'tayotgan vaqtingizda mashinani qat'iy istikaydiman, suratni bek ostiltib, bek ostimang. Bo'lmasa xatarga yo'liqsiz" deb qo'yib yo'qolib ketibdi. Atgan uyg'onib bu bola, "Tova, bu qiz do'stimni ko'migilmi bek uzoq bo'libdi deb bir munda bir tush ko'rib qopdimmi" deb o'zimni bir hayronlik his qilibdi. Shuning bilan qilgan tayyorliklari bo'yicha shu yangi qiz do'sti bilan birlikda boshqa bir shaharga qarab yo'l olibdi. Shu boshqa bir shaharga berish yo'l bo'ligida endi ikki tarafi tog'liq işte bir yo'llardan o'tishga to'g'ri kelganda bu bola mashina haydab ketib, qiz do'sti askartgan shu yo'l bo'laklariga kelgan vaqtda qiz do'stining shu gaplari esiga kelib qilib,
Машинаның sürtini astıltıb, naydı normal bir sürətle mengipdi. Andan keyin bir 2-300 metr mangmayla oldidagi mashinalarning to'xtab ketganligini ko'rib, mashinadan tushib nimishopdi deb surishti qilsa, oldidagi tog' yo'llari bo'lagida tog' ko'mirilib tushish voqeasi yuz berib, oldida mangan bir necha mashinaning ustiga tog'ning yo'g'on tashlab tushib ketib, bir voqealar bo'lib ketgan ekan. Bu bola ichida voy tova, men atdigan uydan chiqqandan keyin shu suratlar mangan bo'lsam, balkim shu voqeaga uchragan shu ustiga tosh tushib ketgan mashinalarning birisi mening mashinam bo'lib qolishi mumkin-di. Qiz do'stimning bishoratini anglab, bir voqeadan sog' qoldim, tova deb o'zim shunday hayron qolibdi. Oradan bir necha oy o'tgandan keyin bu bola do'stlari bilan, hozirgi qiz do'sti bilan bir dengizning bo'yiga o'ynaga chiqmoqchi bo'ldi. Tushga chiqamiz degan kuni kechligi yana o'xshashlam yilqi burungi qiz do'sti tushiga kirib, noyati jiddiy bir talaffuzda siz atda palon dengiz bo'yiga o'ynaga chiqmoqchi ekansiz. U yerda kech soat muncha bilan dengiz toshqini yuz berdi. Shunga cho'qim kun o'ltirishdan burun u yerdan ketib bo'linglar, bo'lmasa shu balo qazoq uchrab qolasiz deb bir bishorat berib yetib yo'qolib ketibdi. Bir kecha noyati uzun bo'lsa-mu garchi bu bola ko'zini yumib bilan shu qiz do'stining gapini anglab, ko'zini ochsa allaqachon tongtib ketgan ekan. Bütün bir kechida faqat shu qiz do'sti bishorat bergan tushunlam ko'ribdi-da. Shuning bilan atgan uyg'onib, voy tova, yana mushta tushim kirib qoldi-ku. Oldin qitim bergan bishorati bek to'g'ri chiqib qolgandi. Bu qitim rost shunda bo'lamdi ya degan bir gumon bilan yo'lga chiqibdi. U kuni bir kun kechgacha dengiz bo'yida shunda yaxshi o'ynab, kun o'tiray degan vaqtda bu bolaning esiga yiliqi qiz do'stining bishorati kelib qopdi-da. Shuning bilan do'stlarga, "Vallah, qaytib ketayli, kun o'tiray deb qopdi. Balkim dengiz toshqini degandek bir ishlar yuz berib qolishi mumkin" debdi. Degan kun og'inlari, "Voy tova degina, hozir havo shunda ochiq tursa, osmonda bir talm bulut bo'lmasa, osmon ko'p-ko'k, qanaqasi unda bir hodislar yuz berib qolsin, sen qolayimqa o'ynayapsa" deb qaytib ketgan unmabdi-da. Bu balani achchiq kelib, "Bo'pti, unda olsa sizlar qilinglar, men o'zim yolg'iz qaytib ketay" deb qiz do'st bilan birga qaytib ketgan mangandan keyin og'inlarmi "Ha bo'pti, birga ketimiz, birga ketayli" deb hamdi bu balaning keyini kirib bir narsalarni yig'ishtirib, mashinalarga besib, mashinani qo'zg'ab mang'ilayotganda havo tutilib degandan shunda bir set bo'lib ketibdi havoray. Keyindan bular kunduzdan beri u yoqdan bu yoqqa yugurishib, adiyallarni silib, o'ynagan dengizning qirg'oqlarini degandan suv besib, qechib ketishga ulgurolmay qolgan bir necha yillarni suv tatib akirib ketib degandek bir yenik holatdagi suv toshqini yuz beribdi. Buni ko'rib bu og'inlarmi voy tova, bizning vaqtida mashinalarimizga chiqib ketib yaxshi bo'pti jumo. Biz o'ynagan yerlarni suv besib ketdi yana. Biz bu yerdan qechishga ulgurolmay qolgan bo'lsak, suvga tatib akirib ketgan bo'lsa qanday qilatdik deb bir o'ylab qopdi. "Voy sen qanday bilding, sen nimishqa bizga unda deganding bu yerdan" deb. Shuning bilan bu bola shu kun kechda uyga berib kechicha u yoqqa o'rilib, bu yoqqa o'rilib zot uxlayolmabdi-da. Bu qiz do'stimni ko'migili 3 yil bo'lgan tursa, bu nemishqa tushimga kirib bir bishoratlarni berdi, ham bu bishoratlar noyati to'g'ri chiqib qoldi-ku deb atiyan qoplam hozirgi qiz do'stiga o'zining bir necha qitim ko'rgan tushlarini, andan keyin burungi qiz do'sti degan bishoratlarning to'g'ri chiqib qolganligini deb shu qiz do'stimga bir ish bo'lib qolgan o'xshaydi. Ko'nglim endi yaxshi bo'lmagan bir ishlarni sezib turyapti. Men bir berib shuni yo'qlab kelay debdi. Degandan hozir qiz do'stim ham shunday kayfan ochiq yo'riq yaxshi bir qizalka. Bo'pti, berib keling demsimizlarning necha yillik hissiyot asosinglar bor. To'y qilamiz deb shunday yaxshi yuribdi ekansizlar. Berib kelsangiz keling debdi. Bu bola shunday qilib o'zining yurtiga berib, hali qiz do'stining uyini cheksa, opsi ichibdi-da. Shundan bilan opsi bilan ko'rishayotgandan keyin shunda olib bosuga atlab kiriblam mehmonxona uydagi heliqi qiz do'stining rangsiz rasmiga ko'z tushib qopti. Yo'ldoshlarni tugab ketgan odamning rangsiz rasmini isib qo'ydi-ku. Buni ko'riblam heliqi bolaning yuragi qartliqib qopti. Shundan bilan opsi tushuntirib bo'g'a ishlarni deb beribdi. Aslida u qiz bu bolani shunday yaxshi ko'rdi ekan-to'q. Bu bolaga bo'lgan hissiyat shunday cho'nqur ekan-to'q. Endi uydagilar shunday qarshi chiqib ayirayotgandan keyin u qiz ham shunday tugishib ketibdi-da. Tushkunlashib, shu talog'i chiqqisi kelmay degandek bir yil ashta yurgandan keyin oxir bo'lmay bir xizmat tepibdi. O xizmatda ishlash jarayonida hamda kayfiyatlari ichilmabdi. Shunday tushkun holatda yurib, bu qizning hamda kichik bir kasallar bor ekan-to'q. Bu jarayonda bu kayfiyati ta'sir qilib, u kichik kasallar yo'g'inab degandek 2023-yilning yil beshiga kelganda bu qiz qaytishib ketibdi. Şuna o qiz mabolning tushib kirgan vaqt degandan o qizning allaqachon qaytish bo'lib bo'lgan vaqtlarga. Bu shum xabarni anglab kelgandan keyin bu bolaning shunda ko'ngli yerim bo'lib tushkunlashib ketibdi. Anandan keyin o'ltirib o'ylabdi, tova.
burun endi bir ruh, arvoh degan ishlar qat'iy ishonmabdi ekanman. Mushta ishlarmi bormi nima, rostmi nima deb o'ylab, bu ishni qat'iy qolishdan o'tkazolmay, qarsa hiliqi Shizangda tunishib qolgan tag'ash mushta hikoya so'zlaydigan boju bo'lib ketgan. Shunga telefon qilib, o'zining beshidan o'tgan ishlarni so'zlab beribdi ekan. To'rdashlardan so'rab baqsam, sizlarning beshinglarg'imi ishda ishlar kelganmi, ya'ni mushta tuyib ketgan odamlar tushinglarga kirib, bir narsalardan bishorat berib degandek. Ishlar yuz berganmi? İşte ishlar bo'lgan bo'lsa, men to'g'ri qilishinglarni qarshi olma.